Og'iz hidlanishi ko'pchilikni qiynaydigan muammo bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, aslida og'iz nega hidlanadi? Hozir shu haqida bilib olasiz. Og'iz hidlanishining asosiy ikkita sababi farqlanadi. Birinchisi og'iz bo'shlig'iga bog'liq bo'lgan og'iz hidlanishi, ikkinchisi og'iz bo'shlig'iga bog'liq bo'lmagan og'iz hidlanishi bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, birinchisi, ya'ni og'iz bo'shlig'iga bog'liq bo'lgan og'iz hidlanishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu asosan og'iz bo'shlig'ida o'sha toshlar yig'ilishi, milklar yallig'lanishi, qonashi yoki bo'lmasa kariesga uchragan tishlarning paydo bo'lishi natijasida og'izdan noxush hid kelishi doimiy ravishda davom etadigan jarayon bo'lib hisoblanadi. Ikkinchisi esa og'iz bo'shlig'iga bog'liq bo'lmagan jarayon. Bu asosan hazm qilish yo'llaridagi kasalliklar tufayli amalga oshadigan holat bo'lib hisoblanadi. Ya'ni o'sha hazm qilish a'zolarini qaysidir qismi yoki bo'lmasa kislotalar bilan bog'liq bo'lgan muammo tufayli to'g'ridan-to'g'ri oshqozondan hid chiqadi va bu og'iz bo'shlig'idan tashqariga chiqib ketadi va buning natijasida og'iz hidlanishi ham kuzatiladi. Xo'p, birinchi navbatda, ya'ni og'iz bo'shlig'iga bog'liq bo'lgan og'iz hidlanishini yo'qotish uchun biz albatta stomatologga murojaat qilishimiz kerak. Ya'ni bunaqa holatlarda o'sha kasallangan milklar yoki bo'lmasa yig'ilgan toshlarni olib tashlash bilan bartaraf etiladi yoki bo'lmasa kariesga uchragan tishlar bo'lsa, ularni davolab, ya'ni o'sha og'iz bo'shlig'idagi chirigan tishlar massasi yo'qoladi va buning natijasida og'iz bo'shlig'idagi hid bartaraf etiladi. Ikkinchi holatda esa, ya'ni hazm qilish yo'llari bilan bog'liq bo'lgan muammolarda unda ham birinchi navbatda stomatologga borib ko'rish kerak. Stomatolog og'iz bo'shlig'ini yaxshilab tekshiradi va sizda tishlar bilan bog'liq bo'lgan muammo bo'lmaganligini aytganidan keyin sizga tavsiya beriladi. Ya'ni siz hazm qilish yo'llarini tekshirish orqali buni bartaraf etishingiz mumkin. Shunday ekan, hech qachon avvalambor og'iz bo'shlig'ini doimo gigiyenasiga rioya qiling, shundagina og'iz bo'shlig'i kabi noxush holatlardan xalos bo'lasiz.